Yaponskiy advent kalendari ochamizmi? Raspakovkalarimda aytib ketdim, bu nimagadir 30 kunlik ekan. Adventlar o'zi bilasizlar maksimum 25 bo'ladi. Aslida 24, lekin 25ni qaysidir brendlar bonus sifatida qo'yadi. Lekin har doim liba 12, liba 24 bo'ladi. Hatto 7 taliklarini ham ko'rganman, bir haftaliklar. Lekin 30 taligini birinchi marta ko'rishim qizlar. Bu advent bizga Yaponiyadan keldi. Qaranglar, hosili ko'rsin. Mamutida mana bor. Orqasida yana ikkita. Mana 1, 2. Biz 1, 2, 3, 4 qilib ochib o'tirmaymiz-da, har doimgidek qo'limga tushganini ochaveramiz qizlar. Mana ketdi. Bu yerda har bola bo'lish kerak. Snacklar ham, konservalar ham. KitKatni qanaqadir boshqachasini ko'ryapman. Matchaligi. Yeb ko'rganmisizlar KitKatni matchaligini? Ichida 3 ta ekan. Keyingisi bu nima balo? Qanaqadir crackers kremi bilan ichida. Yana bittasi shokolad qanaqadir. Ko'ryapsizlarmi, yapon tilida yozilgan. Yaponskiy nishtiki. Yana KitKat 3 ta. Faqat bu safar qanaqadir sarig'i ekan. KitKatni sizlar mana bunisini yeb ko'rganmisizlar? Yeb ko'rganmisizlar sitrusligini? Men даже yeb ko'rish yo'lda tursin, birinchi marta ko'rishim. Значит, Yaponiyada KitKatni xili ko'p ekan. Kattaroq korobochka. Brelok. Kedi anaqasi. Kedi formasida brelok. Yana bitta kattasi, ichi to'la nimadir. Tirolian. Bu ham qanaqadir shirinlikda. Shirinlik bo'lmasa birorta bir snack. Ikkita jijina toyla. Qanaqadir suyuqli mana buni ichida. Qizlar mangoli, jileshka. Jileshkalarning suyug'i bo'ladi-ku. Ichadigan jileshkalar shunaqadan ikkita. Keyingisi myatniy konfetki, наверное. Ichida 3 ta ekan bu yerda. Konfetkalar bor-ku. Yana bitta kattasi. Bu yerda 2 ta narsa. Choy. Tea deb yozilganda, mana 2 xil choy bu yerda. 2 ta paketik choy. Bu yerdagi eng katta yacheykada boylik anaqasi simvoli Xitoyda. Nimalar? Mushuchalar. Просто statuetkacha, suvenirchalar. Og'ir. To'g'risini aytsam, hamma yoqda har xil atashadi, lekin bu Xitoy anaqasi mushuchalari qo'limda lapkalari qimillab turadigan. Ko'plab bizneslariga qo'yib qo'yadi, do'konlariga, o'sha restoranlariga. Men Xitoyda yashaganman-ku. Xitoyda har bitta restoranda, har bitta birorta bir odamning biznesida ko'rasizlar, pul keltiradigan, tipa omad keltiradigan simvol hisoblanadi Xitoyda. Qizlar, bu tarafini polni ochib bo'ldik, orqasiga o'tamiz. Taram. Bu yerni ham birin-ketin ochamiz, nomeriga qaramasdan. Tak, bu yerda shokolad, Snickersga o'xshagan, faqat yaponcha varianti. Voy, men buni asalligini. Mushuchali brelok. Xuddi bir anu keksga o'xshaydi. Yana bitta boyagindagi cracker ichida kremi bilan. Mana bunda yana 3 ta shokolad. Bu ham KitKat bo'lsa kerak, to'xtanglar. Da, KitKat, уже ko'ryapman K harfini. KitKatni qanaqadir alambalosi, yaponchasi, qaranglar. Mana, lekin mana tepasida KitKat deb yozilgan. Kattaroq. Kattaroqlarning ichida hammasidan brelok, shunga o'xshagan narsalar chiqadi. Gubka! Yaponiyat samuray rasmi bor, gubka. Hasuda yuvgani. Yana bitta kattada. Bu nima u? Erim kelyaptilar. Qanaqadir narsa, to'xtanglar, ochamiz. Qanaqadir suvenirchi ekan, qizlar, men yeydigan narsamni deb o'ylayman. Yana bitta kichkina demang, bizni ko'tarib boramiz, ichida 5 ta. 5 ta har xil qanaqadir shokoladlarmi bular? Milk choco, hozir ko'rsataman, to'xtanglar. Da, mana bunaqangi pechenkalar, anaqangi молочный shokoladga belangan pechenkalar. Og'ir pechenkalar ekan. Vaflimi pechenye ko'proq, pechenyega o'xshayapti. Yangi narsa qanaqadir mana bunda. Mini cola deb yozilgan. Qanaqa ochadi? Mana bundan sug'urish kerak ekan. Ichida qanaqadir buni ham vitaminchalar, konfetchalar shiqillayapti. Kattarog'idan yana. Lekin buni adventda chiroyliligini ko'rsanglar, mana qizlar yaqindan qaranglar, hammasi bir alambalo korobochkalari. Yaponiyaning mashhur narsalari urilgan bu yo'lga. O'sha origami, mana anaqangi Fuji, sakura, sushi,
Pokebollar, hammasi o'sha Yaponiyaning mashhur narsalari urilgan. Pokemon mana. Tak, mana bundan qanaqadir o'yinchoq chiqdi. Da, boyaginga o'xshagan o'yinchoq panda. Panda lekin Yaponiyaga tegishli emas. Har bitta dunyodagi pandalar Xitoyga tegishli. Bilasizlarmi nimaga? Chunki pandalar o'lib ketayotgan paytida bitta Xitoy shu narsani anglab yetib, kelinglar bularni nima qutqaraylik, chunki pandalar yo'qolib ketish anaqasida arafasida deganda hech kim yordam bermagan. Xitoy qutqargan pandalarni butunlay yo'qolib ketishdan, o'shaning uchun dunyoni har chetidagi pandalar endi Xitoyga tegishli. Xitoy qaramida, to'g'rirog'i. Va bu yacheykadagi eng katta korobochka. Wow! Nima bo'la bu? Qanaqadir kошелек qizlar. Bye. You on the phone? No, I'm just making video of Advent calendar. Hi, bye. Oh! Oh, thank you. Thank you, love. Qaranglar, Erjonni qanaqangi xursand qilib ketdilar-ya. Shunaqangi er hammaga nasib qilsin. Thanks, love. You made my day, babe. Yeah. Hammasini ochib qo'yaylik, ochilsin gullar, to'g'rimi? Erim juda kundan kunga yaxshi bo'lib ketyaptilar. Bu narsa qilib qo'ydilarmi? Yaqindagina 2 kun orqamda turgan gullar 2 kun oldin beruvdilar. Tak, advent kalendariga qaytamiz. Bu yoqda qanaqadir kошелёli brelok. Bo'ladi-yu, bunda kalitinglarni osib mamtga kartochkalarni qo'yib chiqib ketasizlar. Shunaqa narsa. Card holder. Esimga tushdi. Ikkinchi tarafini ham tugatdik, oxirgi 3-taraf qoldi. Mana bu yerda 3 ta qanaqadir, qaranglar, ichi og'ir qanaqadir jile. Jile, nachinkali jile. Prям og'ir narsa ekan. Ichida 3 ta shundan. Nimalik ekan bu? Oranjovoy turibdi, bilmadim. Bu ham sitrus bo'lsa kerak-da. Yosh bola mazza qiladi, shunaqa narsalar olsa, yemay qaranglar. Keyingisi yana bitta qanaqadir moti bo'lsa kerak mana shu, yaponskiy. Bundan ham 3 ta ichida. Desertlar borgan sari zo'r bo'lib ketyapti. Tak, mana bunisida sizlar buni ko'rishinglar, buni ochishim kerak, ko'rishinglar kerak. Qaranglar mana buni. Mana buni qaranglar. Mana buni basharasini qaranglar, hozir to'xtanglar. Mana bu zo'r brelok ekan. Yana bittasida jvachkalar shakli. Iriska yoki jvachka. Ichida 5 ta ekan, Pikachuning rasmi bor. Mana Pikachu, bu yoqda jvachkami, iriskami nimadir. Mana bunisi, Короче, pecheniyada o'rtasida qanaqadir nachinkasi bor ekan. Sirli nachinkasi. Snake mana shunaqa katta. Kamdan kamiga ingliz tilida yozilgan. Yaponiyaning advent kalendari bo'lgani uchun yapon tilida. Tak, mana bunisi nima ekan? Qanaqadir animeni statuetkasi qizlar. Anime yaxshi ko'radiganlar bormi? Giroylar chiqadi-ku, animelarniki. Voy, mana bularning asalligini. Bu просто konfetkalar, rozovый konfetkalar ichida 5 ta. Da, 5 ta ekan. Klubnikani hidi kelyapti. Keyingisi ham jvachkami, iriskami, mana shuni tushunmadim, boshqacharoq. Ichida 5 ta bu ham mana. Mana bu magnit orqasida nimasi turibdi? Sushining magniti. Va eng oxirgisi qizlar, eng kattasi. Bu nima u? Ichida nimalar borligi spiskasi bo'lsa kerak. Qanaqadir pechenyelar bular. Mana, pechenkalar. Qalay bo'ldi yaponskiy advent kalendar qizlar? Sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa kommentariyalarda fikringizni qoldiringlar.